Benim ismim Adam. Edner padişahlığının şahzadesi. O yerdə Sırlıq Qaliskar qələsi var. O yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güc-qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Bana güc-qüvvət atatımdır! Bu çağda yolvaz, əriş yollusu qaylanır. Mən Xeymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e ayrılır. Benim özgür sırrımni dostum Şatutberi soğusunuz. Yasağ ol, dengi ve orku çıkışını bilin. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantağ kalesini kelgen alvasla bilen köreş kılırız. Seherlik taş! Şadak oldu, bırak kılsak boğudek. Toğru ettiniz Kilişya, muşunda kısak buludu. Sehri taş, tezrak Nurcaş! Köpçülük sizler optan karanla. Kol, kezdin tizgan. Kını, tipanlarcı. Doğru emas. Mana bu yerda. Toğru ettin Orko, kol hakikaten közden tezken. Sen de durdun o. Sehrigerlikte başkaları sihirinin sırrını közetmeydi o. Undaqda senin bu yeni keşfiyatında yana qandaq sihir var yasa ol? Menin hava rayını tizgillaş esvabım bizni hava rayının hocaylılarına aylandırdı alelleri. O tutuk havanı içildirdi. Boladı andaq bolsa sınap baqqın. Yaxşı iken, ünümlük boptu. Nima oldu yasa ol? Nemi boğalık nimemi bilemedim alelleri. Adam, hava rayını tizgillaş esvabım buran çapın çıkaması gerekti. Bırak, bana intayın inifke sihirlik taştın bulup kal iş. Sehirlik taş? Onu ben hiyali nesimikin deptime. Yok, o bütünlüğü aşındak. O hakikaten çok afet peyda kılıdı. O çokun eskilerinin kolu düşüp gitti. Kimden kolu düşüp ketkenligini obdan bilime. Bu yak gel her şey olursa. Ahval hakikaten muhterlik ya. Adam. Bana güç-qüvvət ata akıllı! Hey! Ben Xeyme! Buran çapkın küçüp gitti.
Uzun etmey etner padişahlığı vayran boludu. Uşağlıya menin ilkim götüdü. Bizning deyişin kerak Skilishya. Bundaqda hammala özаңlarning rolini to'liq joriy qildiringlar. Mening ovozim paydo bo'lsa, ofat bo'ron chapqinimi cho'ng bo'ladi. Rivayet boyunca bo'lganda sehrlik taş yalqın rayonida bo'lish kerak. Iskelet Shah cho'qim o't odamning ibodatxonasini egallab oldi. O't odam degan kimlar? U bir vahshiy qabila. Ularning chiroyi ancha g'ayri emas. Mening his qilganim uning bilan nemishga o'xshamaydi. Char tepildimi xayma? Qarab beqib bir narsa deyli. Har qachon to'p o'tganda ta'sir paydo qiladi. Biz ahvol yuz berishdan ilgari ibodatxonaga berib bo'lishimiz kerak. Gayret kılaylı değil ha! Ma'qul dada. Sehrlik taş, buyruğumu quloq sol. Değil ha! Hech vaqasi yo'q dada. Shamolda yiqilib ketdim. Chin durunglar, men hozirda yetib kelaman. Bizning uyimiz butunlay kuyib ketdi. Barliq mulkimizdan ayrildik dada. Bu podshoning savalligi, ya'ni yasovning. Bu nim degininiz? Ular qamlashmagan kashfiyotni deb itnir podshohlikdagi mo'tavarlarning ziddiga tegdi. Bu qitimqi bo'ron chapqinni paydo qildi. Bu gunohkorlar jazolansa bo'ron to'xtaydi. Yo'q, bu gaping qamlashmadi. Bu ayol to'g'ri aytdi. Biz o'zimizni qanday qutqizamiz? Darhol harakatlanaylik. Unda qilmasak qadamlar hammamizni tugashtirdi. Qadimgi zamondagi eng qattiq jazo nima? Qattiq jazo? Xo'rak. Dada, uning qayerligini bilamsan? Bilma. Undaqda tez boshlab boqing. Mana bu ibodatxona. Sehrlik taş qayerda-da? Sizlar mush narsani izdamisiz? Iskelet Shah. Mashina odamni hujum qo'tinglar. Iskelet Shah, sening bu hunarlaringni chaqliqkan bu. Ko'ngildagidek bo'ldi. Ha, nima degan yaxshi o'yinchi ha? Landisha, sizlar etnir podshohlikdagi mo'tavarlarning ziddiga tegib qo'ydinglar. Ha? Bu bek tunish ovoz-ku. Hammanglarni falokat bosdi. U cho'qim aybilim. Biz amal qilib o'zimizni qutqizamiz. Sizlar mush ish tufaylidan jazolanishinglar kerak. Xo'rakni menga qaytirib ber. Sen bu narsani ishlatma. Bak qo'rqinchli ekan. Uningga ishonmanglar. U niqoblangan otlar. Qopaqvosh, sen mush narsang bilan menga taqobil turma demsan. Uni menga ber. Oy! Xo'rak bag'ansir ko'payib, bu yerdagi hamma nimani egallaydi. Dada, u bizga yetishmadi deb qoldi. Bu qandoq narsa? Bu xo'rak. Burun kishilar mushu narsa orqali jinoyatchilarni jazolaydi. Jinoyatchi qamalga yagi u qo'yib beriladi. U ko'payib jinoyatchini qistab o'ldiradi. Bu bek qo'rqinchli. Oo, bu ish bizning beshimizga kelsa, u vaqtda texnika qo'rqinchli bo'ldi ekan.
Qutulganda qutulanmag'idekman. Balkim uni qo'g'lib etkilim bo'la. Mana endi etrafımız bütünlüğe gelinip oldu. Yukarı çıksak kandak ula. Ay, bu kılıf uçuş maşını adam bile okşamaydı ki. Ay, tuttum tane düştü. Qara, mashina odamlarning tashlandiq temir tarsakimi yetmaydigan iskilit shah. Ya'ni sen mi qilishmaysan? Oldirab ketma, Heyman. Ozroq taqir qil. Deyla. Padişahda hanı şadıdır. Obdan qarıvılыңlar azmatlar. Fursatni qo'ldan bermayli. Obdan qara olmasanglar, fursat qo'ldan ketadi. Qaraganda do'stlarim suvda obdaroq uzib olmasa bo'lmaydigandek turdi. Ben bilemiyorum ama. Ha, tez qaçinglar og'inlar. Birli chiqish yo'li qoldi, Heyman. Boshqa chiqish yo'li yo'q. Ömrünüz, ortaga boraylik. Qalbidan umid bor. Eğer himelle yok dip baskanda kılımız, skilitşa. Ansirashning nima ishdi, qalvan? Ularning chiqish yo'li qolmadi. Mana bu yerda. Muşunda kısa kandak ula, ha? Allah, bu yol mu yetişken? Ay. Qattiq tosh? Yo'q, bu mumkin emas. Urib baqsam ichi bo'shgan. Yer osti eshikni tepib olgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Agar yer osti yo'lini topolmasak, o'zimiz birini yozsak qandaq? Ay. Ay. Ha, suv kirib ketdi bu. Heyman, biz qanday chiqib ketamiz? Aha, suv qandoq bo'lmasa kiraverdi. Çıkadığın yol tepildi. Bizge birisi yardım berip atıdı. Oh, bizge yardım berdi Allah emeske. Olmaz otdan qo'rqam yo'q bir ko'rib boqaylik. Değil ha, onda kınma. Ay, tız kaç değil ha. İsmim Xilo olsun, ot adamlarının başlığı. Sizler sırlıq taşını oğurlap ketdinglar. Yo'q, sen xatolashding. Biz sening do'sting. Bizmi uni tepib san qaytirib bermoqchi. Yalğan söz deme, onu tutunlar. Ularga ziyon yetkazmaylik. Ular bizning dushmanimiz emas. Hey, eng muhimi ularni ishontiraylik. Yaksın sen bununla arlaşma. Sana bir tek yüzüp koyuş gerek mi ya? Hey! Ular o'ziga o'zi ko'ngilsizlik tepib atadi. Senda bunda iqtidor yo'q. Oh! Abla, bu gapni so'ramasam bo'pti. Oo, biz bu yerden çıkıp gidelim. Bana yol verin la.
Gerek ikenmedi. Onu to'xtatolmadik. Bu yoqqa kelinglar, tez! Chiqqan Oko, tezroq kutib chiqqan. Aytinglar, sehrlik toshni qayerga yoshirib qo'ydinglar? Bizning do'stligimizni sen qandoq tushundisan bular? Xilolsin, hargiz o'g'rilar bilan do'st bo'lmaydi. Qandoqdi biz sinab boqaylik. O narsa puturimni kuydirib Qutquzinglar! Meni qutquzinglar! Meni qutquzinglar! Sizlar agar eski bo'lsanglar, hargiz meni qutqazmagan bo'lardinglar. Endi qaytinglar. Sehrlik toshni tepishinglarga tilakdoshman. Bu o'rdidagi eng oxirgi uy. Men yasatgan bu agmi darvoza har qanday bisimga bardoshlik bera oladi. Biroq bu oxirgi fursat. Skilishah, bizni oldidan endi qechishni qutlanmaysan. Meni kim to'salaydi? Sening ilojing yo'q. Men kelsam cho'z, kelitcha. Qiyman! Sen iskeletchin uningga taqobil turman degan tumg'u, ha? Shundoq degan. Ey benim, sehrlik toshga diqqat qil. Stratos, sen sihirlik taşını alalamsa, ha? Ben sınap göreyim. Hamma yippanda. Bir amal qilib qutqizib ko'raylik. Ha? Kahramanda alaydı iktidarının buluşu natayin. En mühimi, baturluk. Sen bunu unutup kapsan iskeletça. Sen de qalbi qilmading, xiyman. Xorakni bo'ysundiradigan bir narsa bor. U bo'lsimi sehrlik tosh. Men uni ot odamlar davlatiga qaytarib o'taman. Onu tutola! Onu tutola! Ahır tuttum. Ay! Ay! Endi qochadigan payt keldi. Qaranglar, xo'rak chekindi. Iskeleshah bilan ayvilingmi mag'lub bo'ldi. Ular biz bilan sinishadiganqa yana keladi. Xiyman, hozir sehrlik tosh qayerda? U ot odamning qo'liga tushdi. Mal ilgisini topdi. Yaxshi bo'ldi. Etnir podshohligi qaytadan tinchlik, xotirjamlikka erishdi. Havo echilib, jon-jonivorlarni orom topdi. Hozir eng muhimi bir Hasan Hussein paydo bo'lsa bo'ladi. Men paydo qilay. Oh.
Köpçülük, yuqorda sizlarni ko'rdinglar. O'ko'ning ko'pincha sehri ko'ngildagidek bo'ldi, lekin ba'zida o'ylagandekmi bo'lmadi. Odatda chaqchaqlarmi shundoq bo'ladi. Ba'zida oqibati o'ylaganimizdek chiqmaydi. Ko'p hollarda seni va boshqalarni ranjitadi. Shuning uchun sen boshqalarga chaqchaq qilishdan yoki sehr qilishdan burun ularga ziyon zahmat yetkazmaslikni qayta o'ylashing lozim. Shunda qilsang eng yaxshi bo'ladi. Xayr, xo'sh do'stlar.